Dyson ishqibozlariga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga My Dyson programmasini 0 dan qanaqa qilib sketchat qilish kerakligini o'rgataman. Meni ismim Abdumalik Abdukarimov, Dyson sohasida 4 yillik tajribaga ega ekspertman. Videoga like bosib qo'ying, biz boshlaymiz. My Dyson programmasini sketchat qilayotganda sizlar bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa, sizlar bu programmani просто так osonlikcha sketchat qila olmaysizlar. Sababi Dyson bizga ofitsial, ya'ni rasman kirib kelmagan. Agarda siz hozir region o'zgartirmasdan turib My Dyson deb yozsangiz, sizlarga men bu programmani chiqarib beradi. AirWrap nomli programma. Bu programma kopiya Dyson uchun mo'ljallangan, lekin interfeysi juda ham original bilan o'xshash qilib qo'yilgan. Originalni sketchat qilish uchun bo'lsa, videoda ko'rsatilgan ishlarimni qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda App Store ga kirib olamiz. App Store ga kirganimizdan keyin o'ng taraf tepa burchagida akkauntimizning ikonkasi turadi. Ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizdan keyin birinchi qatorda Apple ID'imizning nomi turadi. Ustiga bosamiz va bizani Face ID so'raydi. Face ID so'ragandan keyin ichiga kirib country degan joyi bor. Ya'ni stranaga O'zbekiston, ko'pchilikda O'zbekiston yozilgan bo'ladi. Ichiga kiramiz. Ichiga kirgandan keyin poisk beradi bizga. Poiskka United Kingdom, ya'ni Buyuk Britaniyani tanlaymiz. United Kingdom. United Kingdom belgilaganimizdan keyin продолжить deb bosib yuboramiz. Продолжить, согласен, yo'q dali qilib ketamiz va bu yoqda to'ldiradigan joyimizga keladi. To'ldiradigan joyimizga kelganda qaranglar. Viza so'raydi. Agar sizlarda viza ulanmagan bo'lsa, bu juda ham zo'r. No-ni bosib yuborasizlar. Tagida no chiqadi, no-ni bosib yuborasizlar. Bu yoqda ko'chaning nomi, shahar so'raydi. Hammasini prost qo'lingizga kelgan nima bo'lsa yozib yuborasizlar. Eng asosiy joyi postkod. Postkodda aniq yozish kerak bo'ladi. Postkodni yozayotganingizda nima deb yozishinglarni videoni izohini tagida yozib qoldiramiz. Aynan o'sha postkodni yozasizlar va telefon raqamiga ham o'zingiz ketma-ketda terib tashlayverasizlar. Downni bosib yuborasizlar. Down. Xullas keyin downni bosib yuborasizlar. Downni bosganingizdan keyin sizlarda country United Kingdomga o'zgaradi. Keyin o'sha bemalol payskaga kirib My Dyson programmasini qidirganimizda o'sha bizga original My Dyson programmasini beradi. Bu programmani sketchat qilib olamiz. Sketchat qilgandan keyin o'sha interfeysini ochganimizda tagida новый владелец yoki войти turadi. Agar sizda eski akkauntingiz bo'lmasa, katta ehtimol bilan sizlarda u yo'q. Новый владелец tanlaymizda u yoqda registratsiya qilamiz. Registratsiya qilayotganingizda sizlarga faqatgina kerak bo'ladigan narsa email yoki Gmail yoki iCloud ile kerak bo'ladi. Eslab qolinglar, esingizdan umuman chiqarmanglar, u yoqqa qo'yadigan parolinglarni imkoni bo'lsa screenshot qilib bu joyga olib qo'yinglar yoki agar sizlar kod yozib yuradigan bo'lsangiz, o'zingizlarni o'sha joyingizga saqlanib qo'yinglar. Sababi men o'sha bitta profilni yo'q qildim, esimdan chiqib qolgani uchun. Programma ichiga kirib olganimizdan keyin bu yoqda добавить продукт, ya'ni добавить устройство degan joy bor. Bosamiz. Bosgan paytimizda bu qidirishni boshlaydi. Qaysi produkt tokka ulangan, qaysi biri Bluetooth podдержка qiladi. Shuning uchun apparatda tokka ulab qo'yasizlar. Endi biz video ko'rsatganimiz uchun alohida uzib qo'yganman. Bizning holatimizda bu Dyson Quanda 2X seriyni nomeri bilan sirasi chiqarib beradi. Apparatni topgandan keyin seriyni nomeri bilan chiqarib beradi. Solishtirish uchun bo'lsa, seriyni nomer mana styleringlar simida nakleykaga yopishtirilgan bo'ladi yoki de bo'lmasa korobkasida ham tegit qismida seriyni nomerni tekshirib olsangiz bo'ladi. Bu agar sizda 100 ga 100 bir xil chiqarib berayotgan bo'lsa, qo'yingizni 100% xotirjam qiling, sizning styleringiz 100% original. Shuning uchun mehnatga yarasha kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Xo'p, o'zimizning tovarni, produktni topgandan keyin produktimizni ustiga bosamiz. Ya'ni agar sizga aynan sizning produktingizni bo'ldi, ustiga bosasiz, kirasiz. Bu yoqda o'zingiz uchun qanaqa nastroyka qilishingiz kerak. Ya'ni sizning sochingiz profilidan kelib chiqib ham nastroyka beradi. Bu yoqda o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Soch profili ID Curl degan programmasi o'zini fishkasi bor. Uni ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Agar sochingizni profilini qilmoqchi bo'lsangiz, o'zi savollar beradi, sochingizni o'rganib chiqadi. Uni nima plusi bor desangiz, bu sochingizni o'rganib chiqib, u o'zini aqlli o'sha anaqalarni ishlatgan holatda sochingizga mos gradus, sochingizga mos ukladkasiga mos sekundlarni beradi, o'zi kontrol qilib beradi. Programmaga ulab oldim, bo'ldi, originalligini bildim, qo'ydim, xotirjam. Endi menga keragi yo'q deyishga hali shoshilmay turing.
Bu programmani juda ham ko'p qulayliklari bor. Eng zo'r qulayligi bu 3-qulayligi. Videoni ko'rib like bosib tursangiz, men hozir unisini ham aytaman. Birinchi qulayligi bu albatta sekundlarni o'zi boshqarishi. Siz apparatni yoqqan paytingizda havoni issiq sovuq qilishi hammasini apparatda o'zi boshqarib turadi. Chunki bu programma sizni sochingizni o'rganib chiqqan bo'ladi. Ikkinchi qulayligi bizda o'zbekchilikda apparatda filtrini, ya'ni styler filtrini ko'pchilik kontrol qilmaydi. Bu programma bo'lsa sizga filtringiz kirib bo'lib ketgan holatda aytib turadi. Uchinchisi bo'lsa, sizlarga aytganim, bu sizga qanaqa ukladka qilish kerakligini, qaysi ukladkani qanaqa mощностьda qilish kerakligini yoki siz qilmoqchi bo'lgan ukladkalarni qanaqa bo'lish kerakligini hammasini o'rgatib beradi, ya'ni master klasslarni ko'rsatib bera oladi. Bu uchun hammasida tayyor video darsliklari bor. Bu eng zo'r qulayliklarning bittasi. Va bu programmaga sizlar faqatgina styler emas, o'zingizlarning uyingizda bor Dyson produksiyani qaysi birida Bluetooth podдержка bo'lsa, hammasini ulasanglar bo'ladi. Bu xoh pilisos bo'lsin, xoh очиститель, xoh увлажнитель, hammasini ulab ishlatsanglar bo'ladi. Videoni ko'rdim, menga shuncha boshqaruvni keragi yo'q. Menga ishonchli do'kon bo'lsin, 100% original va o'zi tushunadigan bo'lsa, hammasini o'zi qilib bersin desangiz, bu savolingizning javobi albatta Texnikov bo'ladi. Texnikovda siz nafaqat Dyson styleri o'zini, balki individual gravirovka xizmati, undan tashqari individual upakovka, ya'ni siz sovg'aga otgan Dyson'ingiz prosta mana oling degan narsa bo'lmaydi. Sizga individual upakovka chiroyli paketlarimizda va albatta 2 yillik kafolati bilan bepul yetkazib beriladi. 2 yillik kafolat aynan o'zi qanaqa bo'lish kerakligi haqida keyingi videoda batafsil tushuntirib beramiz. O'ylaymanki, videomiz sizlarga manfaatli bo'ldi. Bizani qo'llab-quvvatlash uchun like bosib qo'ying, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Yana ham kuchliroq qo'llab-quvvatlash uchun bu videoni yaqin orada Dyson olmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Ularga ham 100% manfaatli bo'ladi. Keyingi videolarda hammanglar bilan ko'rishguncha, xayr.